Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli buxgalterlar. Sizlar bilan bugun NDS hisobotini topshirishni ko'rib chiqamiz. Nimalarga e'tibor berish kerak, qanday topshiriladi? Hop. Kabinetga kiramiz. E'tibor beriladigan joyi hisobot topshirishdan oldin hisob fakturalarga kirib, kiruvchi hisob fakturalarga kiramizda. O'sha bizga kiruvchi fakturalarda подтверждение, ya'ni tasdiqlanmagan fakturalarni birinchi o'rinda tasdiqlab olamiz. Misol uchun filtr qilib 1-fevraldan 28-fevral tanlab ajdat podpis qilib poyist berasiz. Agar sizda tasdiqlanmagan fakturalar bo'lsa, o'zi ajralib qoladi va hammasini tasdiqlab qolaysiz. Va hisobotga qaytamiz. Bu narsa nimaga kerak? Bu narsa bizda kiruvchi fakturalardagi NDSlarni zachotga, ya'ni hisobga olishimiz uchun juda ham kerakli narsa bu. Agar o'sha fakturalarni hisobga olmasak, biz kiruvchi NDSlarni zachotga ola olmaymiz. Xo'p, elektron shakllar, qo'shilgan qiymat solig'i mana birinchida turibdi o'zi. Soliq turini tanlaymiz. Hisobot turini tanlang. Agar biz birinchi marta topshirayotgan bo'lsak, o'z vaqtida hisobot tanlanadi. Agar qayta topshirmoqchi bo'lsak, tuzatuvchi qilib, o'sha hisobot topshirish muddati o'tgandan keyin qayta topshirmoqchi bo'lsak, qayta hisobot tanlanadi. Biz hozir hisobot tanlaymiz. Yil tanlanadi va qaysi oy uchun topshirmoqchisiz o'sha tanlanadi. Xo'p. Endi hisobot, oylik hisobot, bu har oy topshiriladi. Har oyda, misol uchun 20-fevral, yanvar oyi uchun 20-fevral, fevral oyi uchun 20-mart topshirishni oxirgi muddat. Lekin bizda bayram kunlariga yoki dam olish kunlariga o'sha 20-fevral sanasi, 20 sanasi to'g'ri kelib qolsa, keyingi ish kuniga ko'chiriladi avtomat. Mana sizga amaliy misol, 20-mart bo'lishi kerak edi aslida topshirish muddati. O'sha bayram kunlariga to'g'ri kelgani uchun mana 24-mart ko'rsatib turibdi. Hisob kitob taqdim etish muddati oxirgi kuni. Keyin bu yerda agar siz yil boshida yanvar oyida hisobot topshirayotgan bo'lsangiz, o'zingiz uchun bilib oling. Mana bu QQS summasini hisobga olinadigan usul degan joyda juda e'tibor berish kerak bo'lgan joyi mana shu joy bo'ladi. Bu yil boshida bir marta tanlanadi va yil oxirigacha ketadi. Buni yil o'rtasida o'zgartirib bo'lmaydi, siz xohishingizga qarab. Bu yil boshida bir marta tanlaysiz va yil oxirigacha ketadi va keyingi yilga o'zgartirishingiz mumkin. Bu hisob siyosati deyiladi bu. Hisob siyosatingiz yil boshida tasdiqlanib, yil oxirigacha o'zgartirish mumkin emas. Bu korxonaning hisob siyosatida ko'rsatilgan bo'ladi, o'zi ham bir dokument korxonaga. O'shanda men NDS hisobga kiruvchi NDS summalarni hisobga olish usulini mutanosib usulda hisoblayman yoki alohida usulda hisoblayman deb har bir korxona o'ziga belgilab olgan bo'ladi. O'sha hisob siyosatining ma'lum bir bo'limida ko'rsatib o'tilgan bo'ladi. O'sha asosida, o'sha hujjat asosida siz mana shu joyni tanlab qo'yishingiz kerak bo'ladi. Xohlasangiz mutanosib usul, o'sha dokumentga, o'zingizda ichki dokumentingizga asosan xohlasangiz alohida hisobga olish usulini tanlab qo'yasiz. Mana bu yoqda avtomat bir yo'qoladi. Mana bu yoqqa bir qo'ysangiz. Keyingisi mana kutilayotgan ortiqcha to'lov. Sizda agar ortiqcha to'lov qoladigan bo'lsa, aynan mana shu fevral oyinikini tanladingizda, fevral oyi hisobotini topshirganimizdan so'ng bizda yana
9.110.000 so'm ortiqcha to'lov qoladi ekan. O'shani ko'rsatib turibdi. Keyin pastroqda 0.10 satr fakturalarni qabul qilganimizda mana shu joyda bizga kiruvchi endeks summalar ko'rinib turadi. Agar fakturalarni qabul qilmaganimizda bu summa bizga ko'rinmas edi. O'sha narsa mana shu narsa uchun kerak bo'ladi. 0.20-qator bu bizning indeksimiz, ya'ni faktura berganmiz, tovarlar sotganmiz yoki xizmat ko'rsatganmiz va biz to'lashimiz kerak bo'lgan indeks, hisoblangan indeks. 0.30dagisi bu 0.20 bilan 0.20dan 0.10 ayrilgandagi chiqqan summa. Mana shu 0.30dagi summa davlatga to'lanadigan summamiz. Fevral oyi uchun biza 3.459.030 so'm to'lashimiz kerak edi. Lekin bizda 0.40-satrda 9.110.000 so'm ortiqcha to'lovimiz bor. Bu ortiqcha to'lov qayerdan kelgan? Bu oldingi oydan kelgan yoki 25-yildan o'tib kelgan bu. O'sha ortiqcha to'lovimiz bor. O'shani hisobiga biz davlatga soliq to'lamaymiz. Agar mana bu summa bo'lmaganida biz davlatga 3.459.000 to'lab berardik endeks fevral oyi uchun. Xo'p, agar sizda ortiqcha to'lovlar bo'lsa, yuzaga kelgan bo'lsa, misol uchun siz korxonangizga asbob-uskuna, asosiy vosita sotib oldingiz, uni siz sotmaysiz, lekin uni indeksi sizda zachotga o'tirdi. Ortiqcha to'lov bo'lib qoldi sizda. Agar uni qaytarmoqchi bo'lsangiz, hop, soliq davri tanlab, qaysi oyda yuzaga kelgan, qaysi oydan qaysi oygachaligini qaytarmoqchisiz, o'shalarni belgilab, mana bu joyga qaytarmoqchi bo'lgan summani yozasiz. Misol uchun mana 9 million turgan bo'lsa, siz 6 million yozar, 9 million yozasiz va mana bu joyda tezlashtirgan usulda tanlashingizni bir tanlaysiz. Va o'sha ortiqcha to'lov kelib chiqish sababini ko'rsatib qo'yasiz mana bu joyda. Mana shuni o'zi yetarli. Agar sizda indeksni qaytarmoqchi bo'lsangiz, sizda ortiqcha osilib turgan indekslarni qaytarmoqchi bo'lsangiz, mana shu joyda отчетga birga o'shani ko'rsatib borsangiz, hech qanaqa bir zaявка berib, yana xat yozib o'tirish shart emas. Faqat bu narsa sizda asosiy bo'lishi kerak. Skladingizda turgan tovarlarning ortiqcha indeksi bo'lsa, bu qaytarilmaydi. Chunki siz u tovarlarni bir kun sotasiz. Xo'p, mana shunaqa usulda sodda qilib tushuntirdim hozir sizga. Bazaviy tushuncha bo'ldi bu sizlarga. Endi hisobot haqida kichkina bir tushuncha bo'ldi. Keyingi videolarimizda aynan mana shu mutanosib usul va alohida hisobga olish usulini batafsil tushuntirib beraman va eksport qilgan vaqtimizda biz valyutada ko'rsatishimiz kerak bo'lgan joylar bor. Biz qancha eksport qildik, o'shani valyutada ko'rsatamiz va bizni shu kunga qancha qarzimiz bor, o'shani o'zbek so'mida ko'rsatamiz. Markaziy bank kursi bo'yicha hisoblash, o'shalarni tushuntirib o'taman. Bugungi videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, xursandman. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.